Bir sahabe bir kuni masjidning oldidan o'qyasini ko'tarib mangadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'qyaning uchun tutib ol dedi. Nima uchun? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'qyaninki boshqalarga zahmat ko'zib qo'yishidan ansirdi. Amaliyotda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ansirgan, boshqalarga zahmat ko'zib qo'yish, boshqalarga aziyat berish faqat o'qyadan kelamdi? Undaq emas. Bizning tillarimizdan, so'zlarimizdan o'qyadimi ig'ir aziyatlar, zahmlar kelishi mumkin. Masalan, ba'zi bir to'y kechib ketgan qarindoshlarimizning so'raydigan savollarimiz bor. Bu itiq to'y qilmadingmi? Amaliyotda bu savolmi va yoki ularning yuziga solingan bir şapılaqmı, bir mushtmi? Va shundaqla ba'zi ayol hamshiralarimiz masalan, ba'zi hamshiralarga "Voy itiq uyingizni yengilmadingizmi? Uy uskunlaringizni qaytadan bir yengilmadingizmi?" deganga o'xshagan savollarni so'raydi. Ya'ni sabr qilib, qanoat bilan ana shundaq tejashlik bilan yashayotgan hamshiralarga bu savol ularni bir quturatgandek bo'lmasmi? Ularga bir aziyat bo'lmasmi? Va shunga o'xshagan nurg'un savollarimiz va gap so'zlarimizda. Amaliyotda bu gap so'zlarimiz ularga o'qiyadimi, ig'ir zaxm yetkazadi. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayni davrda sahobalardan o'qiyaringni tutib ol deb boshqalarga zaxm yetkazishdan, aziyat berishdan ensirgan bo'lsa, biz boshqalarga o'qiyadimi yomon aziyat beradigan, zaxm yetkazadigan savollarimizdan, tillarimizdan, gap so'zlarimizdan diqqat qilishimiz kerak. Mana bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ensirgan bir musulmonda bo'lishga tegishli musulmonlarning axloqi.